Bugun har bir idora, har bir tashkilot aholi murojaatlari bilan ishlashni eng muhim vazifa sifatida belgilagan. Bu esa o'z o'rnida davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak degan oltin qoidaning amaliy ifodasidir. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Andijon viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan haftaning har juma kuni aynan murojaatlar uchun qabul tashkil etilmoqda. O'z uyim, o'lan to'shagim deydigan. Shu maqsad yo'lida vatan ichra kichik vatanli bo'lishga harakat qiladigan xalqmiz. Albatta, uy-joy, ya'ni uchastka sotib olishning tartiblari bor. Bugungi kunda bu jarayon zamonaviylashgan. Boshqacha aytganda, uchastkalarni auksion orqali xarid qilish imkoniyati yaratilgan. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi viloyat hududiy boshqarmasining qabul kunlarida ayni shu masalada murojaat etuvchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Bu safar ham xuddi shunday bo'ldi. Mutaxassislar tomonidan ularga bu haqda to'liq tushunchalar berildi. O'zimiz hozir ko'rib turgan Andijon shahri hududi bo'yicha misol keltirib beradigan bo'lsam, Andijon shahrida jami sotib olish summasini 35% oldindan to'lagan holatda qolgan 65%ni 36 oy muddatga teng ulushlarda bo'lib to'lash imkoniyati beriladi. Bunda faqat Markaziy bank qayta moliyalashtirish stavkasida ustama hisoblanib ketadi. Qolgan summaga nisbatan ustama hisoblanib ketadi. Andijon shahridan boshqa hududlarda dastlabki sotib olish summasini 15% to'lagan holatda 5 yil davomida teng ulushlarda, bunda ham Markaziy bank qayta moliyalashtirish stavkasini hisoblangan holda 5 yil davomida teng ulushlarda bo'lib to'lash imkoniyati beriladi. Faqatgina 4-5-toifadagi tumanlarimiz bor. Misol uchun bizda Jalaquduq, Marhamat, Ulug'nor, Bo'ston, Paxtavod, Izboskan tumanlarimiz 4-5-toifadagi tumanlar hisobiga kiradi. Bularda sotib olish summasini dastlabki 15%ni to'laganingizdan keyin 10 yil muddat, ya'ni 120 oyda Markaziy bankda qayta moliyalashtirish stavkasi miqdorida ustama hisoblangan holatda teng ulushlarda bo'lib to'lash imkoniyati beriladi. Iqtisodiy yuksalishda, hudud ixtisoslashuvida va tadbirkorlarning rivojlanishida xususiylashtirish eng muhim omil sanaladi. Yurtimizda bu borada xususiylashtirish jarayonlari jadallik bilan rivojlanmoqda. Andijon esa investitsiyani eng faol jalb qilayotgan hududlardan biri. Qabulga kelgan tadbirkorlarga bu masala yuzasidan hamda ko'chmas mulkni ijaraga olish, undagi imtiyozlar haqida ham batafsil tushunchalar berildi. Davlat aktivlari boshqarish agentligi Andijon viloyati hududiy boshqarmasida haftaning har juma kunlari rahbar qabuli tashkillashtirilgan. Juma kunlari soat 11:00 dan 15:00 ga qadar fuqarolarni qabul qilish tartibi joriy etilgan. Davlat aktivlarini realizatsiya qilish asosan auksion savdolari orqali bo'lganligi sababli bizda ko'proq onlayn murojaatlar qabul qilinadi. Bundan tashqari auksion savdolarida qatnashishda yoki ishtirok etishda qaysidir fuqarolar tomonidan kamchiliklar yoki tushunmovchiliklar bo'lgan taqdirdagina bizga murojaat qilib keladi. Ushbu fuqarolar doimiy tarzda davlat aktivlarini boshqarish agentligiga kelishi, hududiy boshqarmada juma kunlari ochiq qabul bo'ladi. Bundan tashqari qolgan kunlari ham mutaxassislar tomonidan qabullar uyushtirilgan. Dushanbadan juma kunga qadar tashrif yo'llashlar mumkin. Qabuldan har bir murojaatchi ko'ngli to'lib chiqdi. Birinchidan muammosiga yechim topildi, ikkinchidan berilgan maslahat, tushuncha va ma'lumotlar ular uchun har tomonlama foydali bo'ldi. Siz ham uchastka yoki tadbirkorlikni rivojlantirish uchun biror bir ko'chmas mulkni ijaraga olmoqchidirsiz. Ehtimol biznesingizni kengaytirish yo'lida biror obyektni xususiylashtirmoqchidirsiz. Unda har juma davlat aktivlarini boshqarish agentligi viloyat hududiy boshqarmasiga keling.